Bugun men Farg'onada bir kun pulsiz yashab ko'raman. Ketdik. Cho'ntagimda 1 so'm pul ham yo'q. Uni ustiga nonushta ham qilmaganman, qornim juda ham och. Hayolimga mashinani artib pul topish g'oyasi keldi. Lekin juda ko'pchilik bunga rozi bo'lmadi. Shu o'zbekchani uncha bilmas ekan. Могу ли я вашу машину помыть? Вы мне какую-то сумму дадите от души просто. Давай. Do'stlar rozi bo'ldi. Bu tog'a rozi bo'ldi va men juda ham xursand bo'lib ketdim. Va aytganimdek mashinasini oynalarini ad-dushi artib berdim. To'g'risini aytsam, birinchi marta mashina artib pul topaman. Necha pul ad-dushi bera olasiz? Lekin 20 mingdan kam bersiz rozi emasman. Normal. 20 tысяч. 20 ming xohlaganimdek. Kattakon rahmat. Ishlaringizga rivoj. Do'stlar, 20 ming so'mni ishlab topdim. Hozir endi men qornim ochib ketdi, nima olishim kerak. Nima olishni o'ylab bu pulga smetana bilan non oldim. Necha bo'ldi? Qorin ochligida ovqatli kezar ekan smetana. Operator yeysizmi? Ha. Mashinani yuvoring. Atiga 5000 so'm pulim qoldi. Obuna bo'ling, ikkinchi qism undan ham qiziqroq. Hoy birodar, 50 mingim bor. Qoldi. To'xtab qoldi. To'xtab qoldi.